Vot, mana shuning uchun yuzingizga husnbuzar chiqadi. Kunduz kuni SPF surib olamiz, to'g'rimi? Kun davomida yuzimizni himoya qilib, zo'r oqartirib turadi. Aynan mana shu SPF. Xo'p, kun tugadi. Endi nima qilish kerak? Endi SPF yuvish kerak. Yuvish kerak. Siz uni tozalash uchun oddiy umuvалkalardan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin SPF kun davomida chuqur himoya qilib bergani uchun gel umuvалкаning o'zi sizga yordam bermaydi. Bizga gidrofilniy yog' kerak bo'ladi. Bu gidrofilniy yog'imiz Oxyology seriyasidan vitamin C sostavli gidrofilniy gel maslo bo'ladi, qizlar. Uni gel sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Bilasizlar, oldin aytardim, gidrofil yog'i yuzda qolib ketishi kerak emas. Undan keyin albatta umuvалкада yuvish kerak derdim. Lekin bu gidrofil yog'imiz aynan ham gel, ham masla. Buni yuvishingiz shart emas endi gel bilan. Уже qanchasini ishlatib bo'lganman. Buni endi bildim, gel maslaligini, to'g'risini aytaman. Vitamin C bo'lgani uchun yuzingizdagi dog'larni ketkazishga juda ham zo'r yordam beradi. Narxini va bu mahsulotimiz haqida ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, kommentariyada vitamin C so'zini yozib qoldiring. Sizga direktdan aloqaga chiqaman.